O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasining asosiy qonuni, oliy yuridik kuchga ega bo'lgan siyosiy huquqiy hujjat. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi O'zbekiston Respublikasi Oliy Kengashining 12-chaqiriq 11-sessiyasida 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan. Har kim uy-joyli bo'lish huquqiga ega. Hech kim sudning qarorisiz va qonuniga zid tarzda uy-joydan mahrum etilishi mumkin emas. O'zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 41-moddasi har kim bepul ta'lim olish huquqiga ega. Bepul ta'lim olish davlat tomonidan kafolatlanadi. Maktab ishlari davlat nazoratidadir. 6-modda O'zbekiston Respublikasining poytaxti Toshkent shahri. 9-modda O'zbekiston Respublikasi ekologik muvozanatni saqlash, tabiatni asrash va aholi sog'lig'ini himoya qilishga katta e'tibor beradi. Tabiatni asrash har bir fuqaroning burchidir. Hamma uchun vijdon erkinliklari kafolatlaniladi. Har bir inson xohlagan diniga e'tiqod qilish yoki hech qaysi dinga e'tiqod qilmaslik huquqiga ega. Diniy qarashlarimizni majburan singdirish yo'l qo'yilmaydi. 31-modda